Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, sizlar. Mana Xudo xolasa yana bitta obyektimiz bitib olayotdi. O'shanga bir video qilib, Xudo xolasa bir chiroyli qilib ko'rsatib o'tamiz. Mana asfaltdan oldin, Traventindan oldin ustalar Traventinga kelishgan ekan. Uydagilarga shunaqa oldin kiroshka qilib olasiz, Xudo xolasa keyin Traventinlarni qilib beramiz. Deb shunday deyishdi. Mana Traventinga chiroyli qilib tayyor bo'ldi. Taylari ham zasipkalari qilib asfaltlarga tayyor. Mana asfaltdan oldin deyotganimiz sababi xudo xolasa mana bu kiroshkamizni yuvganda semunlari oqadi. Shuning uchun asfaltdan oldin deyiladiki, asfaltimiz xudo xolasa toza, tiniq, chiroyli turadi. Xudo xolasa mana toshlarimiz ham ishlarimiz ham xudo xolasa mana ko'raverasizlar. Inshaalloh yangi tosh partiyalarimiz kelgan. Mana toshlarimiz ham juda chiroyli xudo xolasa holatda. Ko'rasizlar, bemalol murojaat qilib buyurtma berishlari mumkin. Faqat birar oy oldin harakat qilaverasizlar xudo xolasa. Asfaltdan, Traventindan oldin bo'lsa, inshaalloh xudo xolasa juda chiroyli chiqadi ishlarimiz. Ham nima deydi, birovning mehnatini qadriga yetish degandek, hali Traventin chakamiz tepada lesani qo'yib ishlasa, kiroshkani betiga oqib ketmaydi loylari. Kiroshkalarimiz juda chiroyli turadi. Endi biz ham hali pastdagi oyog'imizdagi odamlar qarab-qaramay ish qiladiki, asfaltlarimiz juda chiroyli turadi, xudo xolasa tiniq turadiki, semun oqmasligi shularni hisobga olib asfaltdan oldin deyiladi. Xudo xolasa ayvonlarning ichiga, dorozaxonalarda oldilariga burchatga bosiladigan bo'lsa, iloji bo'lsa boricha shu burchatkalardan oldin bo'lgani yana ham ma'qul bo'ladi, xudo xolasa. Bu bulta ko'l bizning yelkamiz, bu mahsalalar qadrimiz. Yelkamizda masjidimiz, imomimiz, kuylaymiz barini shifoxonayu maktabimiz. Sözümüz